Sushini ichidagi nachinkasini nafaqat baliqdan, yana boshqa narsalardan qilsa bo'ladi. Bu safar men ChatGPT bilan kelishib sushi qildim. Go'shtlarni marinovka qilib qo'yib qovurdim. Tovuq go'shti edi. Keyin bratishkam sousini qanday qilishni o'rgatdi. Mayonez, kefir, chesnok, limonni suv qo'shdim. ChatGPT bratishkam shunday qilsang mazali bo'ladi sousi dedi-da, o'shanga shunday qildim. Keyin u yog'ini uksusga salgina shakar solib guruchga qo'shdim. Yopishqoqlik bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb. Solyonday огурцы oldim, sir oldim. Siram ana u yantarni sirlabu-ku, plavlinni o'shalardan oldim. Mana shunday qilib terishni boshladim. Birinchi qovurilgan tovuq go'shtini qo'ydim, undan keyin sirni qo'yib, bodringlarni qo'yib, chiroyli qilib o'radim. Ishonmaysizlarmi, ishonasizlarmi bilmadim-u, lekin menga ta'mi juda ham yoqdi. Mazali va shirin bo'ldi, qadrdonim. Ham arzon bilan chiqdi. Xullas, shu desangiz, kuxnyaga hech qachon ijod qilishdan to'xtamang, qadrdonlarim. Menga o'xshagan bo'lsa, sizga ham albatta o'xshaydi. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosish esdan chiqmasin.